O'zgacha kayfiyat, go'zal va samimiy tilaklar, yorqin xotira, bir umrlik esdalik qalb so'zlari kamina boshlovchingiz Mashhura bilan. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Feruzaxon opa, o'zingizmisiz? Men. Yaxshimisiz? Men Yaxshilab Feruza, oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Opajonim, bugungi tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Voy, rahmat. Rahmat aka. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan boshlovchi singlingiz Mashhura bo'laman opajon. Ruxsat etsangiz, albatta birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Mayli, rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Umringizga to'lib toshsin baxt, omad. Allohdan tilaymiz cheksiz saodat. Yaqinlar baxtiga bo'ling salomat. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sinlaringiz muborak bo'lsin opajonim. Rahmat aka, rahmat katta. Rahmat. Kam bo'lmanglar. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Alloh umringizni uzoq qilib, nimaki niyatlaringiz bo'lsa barchasini ijobatini bersin. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. 44 yosh bahorlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim yuzlarga kirib, 100 yoshlar bilan yuzlashib yuring. 100 yoshingizda ham sizni g'oyibona qutlash bizga ham nasib etsin ilohim. Xo'p aka, katta rahmat. Rahmat opajonim. Salomat bo'ling. Rahmat. Biz loyihamizga siz uchun juda ham chiroyli, samimiy tabriklar yetib kelgan opajon. Bilamiz, sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali xursand qilmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan. Sizga ayta olmagan qalb so'zlarini, chiroyli she'r satrlarini maktublarga tushirib bizga omonat qilib topshirgan. Ushbu yaqin insoningiz aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Taxminim singlim bo'lsa kerak, eng kichkina singlim. Albatta opajonim, juda ham to'g'ri taxminingiz. Eng kichik singlingiz Naziraxon opa bizga murojaat qilgan opajon. Rahmat, Xudo ko'rmasin, bolalarini baxtiga sog'-omon bo'lib yursin. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Ruxsat etingiz bilan albatta siz uchun atalgan maktublarni o'qib eshittiramiz. Qabul qilasizmi? Xo'p, bo'ladi, bo'lmasa marhamat. Assalomu alaykum opajonim. Siz men uchun nafaqat opa, balki mehribon do'st, sirdoshim va doim qo'llab-quvvatlovchi insonimdirsiz. Hayotimda borligingiz men uchun katta baxtdir. Sizning mehringiz, oqilona maslahatlaringiz va samimiy qalbingiz har doim menga kuch bag'ishlaydi. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Alloh umringizni uzoq qilsin. Ilohim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik aslo ketmasin. Har bir kuningiz baxt, quvonch va omadlarga to'lsin. Men uchun doimo qadrli va sevimli opam bo'lib qolavering. Sizni juda yaxshi ko'raman va boringizga har doim shukr qilaman. Bilib-bilmasa dilingizni og'ritgan bo'lsam, ranjitgan bo'lsam, shu qatordan sizdan uzrimni so'rab qolaman. Alloh umringizni uzoq qilsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, barchasini ijobatini duolarimda so'rab qolaman opajon. Yanog'ida binafshalar ochiladi, iforidan rayhon hidi sochiladi, esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Opalarning eng sarasi mening opam. Bir oq desam xatoy jonim fido etar, iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar, opalarning eng sarasi mening opam. Kuyinib zor boqar yo'g'i borimizga, quyoshdek teng mehr berar barchamizga. Kipriklari o'xshab ketar onamizga, opalarning eng sarasi mening opam. Yuragini bosmasin hech alam deyman, siz dunyodagi eng chiroyli sanam deyman. Holimizni o'ylar kichik onam deyman. Opalarning eng sarasi mening opam. Yaratganim omon saqla sirdoshimni, mayli unga olib bergin bardoshimni. Iltimosim oqizmagin ko'z yoshini, opalarning eng go'zali mening opam. Baxtimga sog' bo'ling opa, sizni yaxshi ko'raman. Hurmat va ehtiromlar singlingiz Naziraxon maktublarni yakunlagan ekan opajon. Rahmat, katta rahmat sizlarga. Qo'linglar dard ko'rmasin, ishinglarga unum baraka bersin sizlarga. Ilohim aytganingiz kelsin, rahmat opajonim. Albatta singlingiz Naziraxon opamiz nafaqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmasdan, chiroyli taronalar ham maxsus siz uchun taqdim etgan. Marhamat, singlingizdan qabul qilasiz. Bo'pti, rahmat. Onamdayin dardkashim bor.
opajonim, mehribon gulim mening, opajonim mening, izlasam yo'lim mening, opajonim, mehribon gulim mening, gavharim nurim mening, opajonim opam mening. Feruzaxon opa, yana bir bora Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Xo'p, rahmat katta. Rahmat opajonim, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling. Bo'pti, rahmat katta, tinch bo'linglar. Xo'p bo'ladi.